Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Jack X800 modellarini batafsil obzorini ko'rib o'tamiz. Bu modellarimiz Jack X800 model 4 xil pozitsiyada bo'ladi. Xo'p, biz videoni boshlashdan oldin esa bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, ya'ni kuzatuvchilarimiz ba'zilari bizga obuna bo'lmasdan turib kuzatishyapti ekan. Bu narsa bizni ancha xafa qilib qo'ydi. Sababi yangiliklardan quruq qolib ketyaptilar. Yangi aksiyalar, chegirmalar hamda bonuslar bo'lib o'tyapti. Bulardan quruq qolmasligi uchun esa obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasa qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ying. Ajoyib aksiyalar bo'lib o'tish arafasida bulardan quruq qolmayotsangiz, albatta men aytganlarimni qilishingiz kerak bo'ladi. Like, kommentariy kutib qolaman, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Biz esa videoni boshladik. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringiz Jack X800 modeli bo'ladi. Aytganimdek, bu 4 xil pozitsiyada sotuvda tayyor turibdi. Bu modelimizda motorga xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, motor 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 147 tonna tashkil etadi va bu modellarimiz benzinda yuradi. Zavodskiy benzinda bo'ladi. Benzin tanlamaydi. Metan hamda propan uстановка qilib bemalol yursa bo'ladi. Ikki tomoniga ham shunday ikkita 100 talik balon qo'ydirsangiz bo'ladi. Bemalol aytgan probegini yurib berib bo'ladi. Xo'p, bu modelimiz Bartoy modeli bo'ladi. Mana uzunligini ko'ryapsiz. Bartoy modelimiz ancha uzun. Uzunligiga keladigan bo'lsak, bort hajmi uzunligi 320 ga 175 eniga bo'ladi. 2 tonnagacha yuk ko'tarib bera oladi. Dokumentallik kitobida yozilgan, lekin aslida bemalol 3,5-4 tonnagacha ko'tarib bera oladi. Sababi orqasi qo'sh balon hamda resor bo'ladi. Oldi balon ko'rib turganingizdek yakka balon, undan tashqari amortizatorli bo'ladi. Bu modelimizda orqasi resor bo'ladi. Orqa balon hajmiga keladigan bo'lsak 13, oldi balon 15 bo'ladi. Zapaskasi ham xuddi shunday ikkita bo'ladi. Dakatka emas, o'ziniki uchun xuddi qo'yilgan, originaldan qo'yilgan bo'ladi. Mashinamizning bejirimligini qarang. Mana qatorasi terib tashalgan Hasan Husan modellari bo'lib ketgan-ku, mana bu yerda tentovka modelimiz, to есть o'sha prontovarimiz, Bartoy modelimiz turibdi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, tumankalari, original tumankalar bilan jihozlangan. Bu tomonda ham tentovka modellarimiz qatorasi terib tashaganmiz. Xo'p, bu modelimizda salon qismlariga keladigan bo'lsak, salon qismida 3 kishi o'tirib ketaveradi. 3 kishi o'tirib ketaveradi va 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham o'rtada bar bor. Bardan foydalanib ketsa bo'ladi. Bar kerak emassangiz o'rindiq shuna ko'tarib qo'yasiz, o'rindiq orqasida bar joylashgan. 3 kishi joylashib ketaversa bo'ladi. Konditsioner, pechka hammasi qo'yilgan. Undan tashqari magnitofonlari bor. Rulli gidravlika bo'ladi. ABS tormoz sistemasi bor, airbaglargacha jihozlangan. Mashinamiz yurishlari ma'qul, tortishlari zo'r. Maksimal tezligi 160 dan yuqori va bu modelimizda hech qanday misol uchun metan propan qo'ydiradigan bo'lsa, garantiyadan chiqmagan holda o'rnatib olsangiz bo'ladi. O'zimiz servis xizmatlarimiz bor, original bo'lgan ehtiyot qismlari ham bu modellarimizda bor. Mana tentovka modelimiz, tentovkasi raskladушкалigi bo'ladi, ya'ni yig'iladigan model bo'ladi bu modelimizda. 2 kishi yetadi. Misol uchun havoni issiq kunlarda, mana shunday quyoshli kunlarda Bartoy qilib foydalanib yursangiz bo'ladi. Yana misol uchun yomg'ir yog'yapti, yog'ingarchilik kunlar bo'lyapti. Bemalol tentovkani yoyib qo'yib ishlatib yursangiz bo'ladi, yuk tashib yursangiz bo'ladi. Gay akalarimiz to'xtatib muammo qilmay, sababi dokumentalli tentovka bo'lib chiqadi bu modelimiz. Ko'rib turganlaringiz, mana hozir mana bu yerda ham Bartoylar turibdi. Mashina ichida tayyor. To'lov usullariga keladigan bo'lsak, 3 xil to'lov usuli bor. Xo'p, birinchisiga keladigan bo'lsak, naqd to'lov, avtokredit hamda rassrochka bor. Rassrochkaga keladigan bo'lsak, rassrochkaga boshlang'ich 50% ni to'lab turib, qolgan summasini 13 oyga bo'lib olib chiqsangiz bo'ladi. Ustiga foizdan minadimi degan savol bo'ladigan bo'lsa, ustiga foiz minmaydi. Hech qanday foiz yo'q. 50% ni to'lasiz, qolgan summasini o'zini tanaqini bo'lib to'lab boraverasiz. Promtovar modelimizda mana ko'rib turibsizlar. Orqa suyak ancha mustahkam bo'ladi. Bu modelimizda hozirgi kunda yuk ko'tarishi, ya'ni o'sha o'z bag'riga yuk olish 9 kub yuk oladi. Yon boshida ham, orqasida ham eshigi bo'ladi. Hamda ichida qo'shimcha yoritgich chirog'i bilan birga zavodskiy o'rnatilgan bo'ladi bu narsa. Tungi paytlarda ham yuk tashiyman degan akalarimiz uchun, misol uchun fonar tutib yo'yib bo'lsam, bironta bir yorug' joyga borib mashinani qo'yib yuk ortaman degan akalarimiz uchun esa qiyin emas endi. Mashinani o'zini yoritishidan foydalanursangiz bo'ladi. Istalgan joyga to'xtatib turib yuk ortaman deydigan bo'lsangiz ham mashinani o'zini yoritishlari bo'ladi. Mana birdan ko'rsatib o'taman. Ko'ryapsizlarmi? Materialning qalinligini ko'ringlar bu modelimizda. Mana ancha qalin, qo'lim qator kelyapti pashti. Mana ko'ryapsizlar, o'zini aytganda yoritgichlari bor. Ichki qismlari ancha kengish. Nima deyapti? Mana orqadan 2 tabaqali eshik bu, 2 tomonga ochiladi. Buni ham birdan ko'rsatib o'taman orqa tomondan. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zini zavodskiy atrijatelari qo'yilgan, tepada o'zini stop faralari, pastda stop faralari, hamma narsasi tayyor turibdi, ko'rib turibsizlar. Mashinani misol uchun
uzoqdan ham bemalol kechik paytga ham e'tiborga olsa bo'ladi, ko'rilsa bo'ladi. Mashinamiz tayyor, nalichida turibdi, aytganimdek. Original qismlari ham bor, servis xizmatlari ham bor, qismlari hamda hamma bu narxlarda, arzon narxlarda olib ketsangiz bo'ladi. Birinchi qo'yligasi o'zingiz bilasiz, mashinalar hammasi 0 probeg bilan turibdi. Salon pachkavol o'rindiqlarini, salofani ham olinmagan, ko'rib turibsizlar. Hammasi treylerlar bilan yetib keladi mashinalarimiz. Birdan tushirib olib, mana shu yerga terib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring va obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sababi yangiliklar bo'lib o'tish arafasida deb aytib o'tdim. Yangiliklardan quruq qolmasligi uchun esa obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ying. Qanaqangi video yangilik bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu profilda joylab boryapman. Sizlar uchun bo'lyapti albatta hammasi. Quruq qolib ketmasligingiz uchun navoiylik biznesmen akalarimizga shunday tarqatib qo'yamiz. Kim qidirib yurgan bo'lsa, bu modelni videoni ulashib qo'yamiz. Kim agar bu modelni xarid qilib minib yurgan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrini yozib qoldirsin. Qanday mashina, kamchiligi bormi, yo'qmi? Yaxshimi mashina, o'zini ishonchini oqlab bera oladimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Olaman degan mijozlarimiz uchun ancha qiziq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Tashkent Motor sifat qiymatdan ustun. Kimga agarda mana shu modelni kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.